eng yomoni kadrlar qo'limsizligi, e'tiborsizlik, xalq bilan muloqotga yoki xalq murojaatlar bilan ishlashga yuzaki qarash natijasida Olmaliq shahar, Bekobod, Qibray, Ohangaron, Yangiyo'l tumanlaridagi murojaat bilan ishlaydigan xodimlar oxirgi 2 yilda 4 marotibagacha almashtirilgan. Aksariyati nomutaxassis, qog'oz qalamdan xabari kam, aholi bilan muomalaga kirish malakasi yetarli emas bo'lganligi bois ularning ko'pchiligi vaqtini kelgan murojaatchi bilan urushib o'tkazyapti. Bilasizlarmi? Ko'chaga chiqib chiyillaydi. Murojaatchi kelibdi desa, ko'chaga chiqadi, daftari ko'tarib, nima deysan? Hokimmi ishi yo'qmi sendan boshqa? Men buncha kelaverasan. Sen noinsof o'g'il bolamisan, ayo opamisan, erkakmisan? Shu odam bilan gaplashish uchun o'tiribsan-ku, shuning uchun oylik olyapsan-ku. Nimaga asabing ko'tarmasa bu yoqqa kelding? Nimaga muloqoti yo'q odamni hokim kimdandir qo'rqqanidan olib keldimi? Yoki viloyatni boshqarmani boshlig'i bir normal muomalasi bor, madaniyati bor, ma'naviyati bor odamni olib kelib o'tkazishga boshqarmada rahbarning tili qisqmi kadrni oldida?